Men pensiya jadvalimga 9 dona zat oldim. Tumsig'ini o'xshaydi. Ya'ni baliq yeyuvchi qushlarning tumsig'ini o'xshaydi ekan. Men pensiya jadvalimga mayda qog'ozlarni oldim. U nektar meni oziqlanib turgan o'xshaydi. 20 dona zat oldim. Bu pensiya nektar oziqlanuvchi qushning tumsig'ini o'xshaydi. Ko'plagan zatlar olib keldim. Ham pensiya jadvalimga ko'plagan zatlar oldim. Bu pensiya baliq bilan oziqlanuvchi qushning tumsig'ini o'xshaydi. Pensiya jadvalimga 14 zat oldim. Bu pensiya nektar meni oziqlanuvchi qushning tumsig'ini o'xshaydi. Men uydan usunday zat olib keldim. Bu zatdan men 23 zat oldim. Bu ayrim qushlarga qaraganda ulkanroq bo'lib ochiladi. Tumsig'i. Sen bo'lgan zatlardan ham olding-a? Misoli Kashaloq, zig'ish. Bu qanday buyumli suv ekan? Demak, qushlarning tumsig'i yeydigan azig'ina baylansa, har turli buyumli sedi ekan, ya? Pensiya 16 zat oldim. Bu